Həyizdar ayalning Qur'on o'qishining hukmi. Furqon da'vat markazi tarjim qilib tarqatdi. Savol. Biz qizlar maktabida o'qiydigan qizlarmiz. Qur'on darsligida o'qituvchimiz bizning həyizdar holatimizda bizdan Qur'on o'qishni talab qildi. Biz odatda ustozimizga odat ko'rgunimizni aytishdan nomus qilganligimiz uchun həyizdar bo'lganligimiz sababli Qur'onni o'zimiz xohlamagan holda o'qidik. Həyizdar holatda Qur'on o'qish to'g'rimi? Agar to'g'ri bo'lmasa, odat ko'rgan vaqtimiz Qur'on darsiga imtihonimizga kelib qolganda qanday qilishimiz kerak? Fatvo berguvchi ikki haramning ustozi Imom Abdulaziz ibn Baz rahimahulloh. Javob: Barliq hamdu sana Allohga xosdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, u zotning oila tavobatlarga va sahoba kiromlarga durud va salomlar bo'lsin. O'limalar, Allah ularning amisiga rahmat qilsin. Həyizdar va nefaslar, ya'ni tug'utliq ayollarning Qur'on o'qishining durustligi to'g'risida ixtiloflashib qolgan. Ba'zi ulamolar həyizdar va tug'utliq ayollarning Qur'on o'qishi junub kishining Qur'on o'qishiga o'xshashla harom degan. Ular yana mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning junub kishini Qur'on o'qishdan cheklaganligi to'g'riliq sahih hadisi bor. Junubluq həyizdorlik va nefaslarlikqa o'xshashla cho'ng tahoratsizlikdir. Shundaq bo'lganlikdan ular həyizdor va nefaslar ayollarning toki poklanguncha Qur'on o'qishiga yo'l yo'q deyishgan. Shundaqla Imom Tirmizi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan munu hadisni dalil qilib keltirgan. La taqra'ul haidu walan nifasu minal Qur'ani shay'an. Həyizdar bilan junub Qur'ondan hech nima o'qimasin. Tirmizi 131-hadis, Ibn Majah 596 numurliq hadis. Başqa ulamolar mundaq qarashda bo'lgan. Həyizdar va nefaslar ayollarning həyizdorlik va nefaslarlik holati uzun davomlashadiganligi uchun həyizdar va nefaslar ayollar Qur'onni yodga o'qisa bo'ladi. Həyizdar ayol həyizdorlik holatida necha kunlab qoladi. Nefaslar ayolning nefaslarligi texim uzoq davomlashadi. Shu vajdan həyizdorlik va nefaslarlikni junublikqa qiyos qilish to'g'ri emas. Chunki junub bo'lgan kishi junublikdan keyin yuyinib Qur'on o'qiy oladi. Biroq həyizdar va nefaslar ayol toki qon to'liq to'xtamagacha yuyinib pok holatga kelolmaydi. Shuning uchun həyizdar va nefaslar ayol uzun kun cho'ng tahoratsiz holatda bo'lg'achqa, ularning Qur'onga bo'lgan hojati junubning Qur'onga bo'lgan hojatidan yuqori bo'ladi. Həyizdar va nefaslar ayolning Qur'on o'qishi durust emas degan ulamolar dalil qilib ko'rsatgan la taqra'ul haidu walan nifasu minal Qur'ani shay'an. Həyizdar bilan junub Qur'ondan hech nima o'qimasin degan hadis zaif. Ulamolar bu hadisni rivoyat qilguvchilardan Hijoz ahlidan bo'lgan Ismoil ibn Ayyashni zaif ravi sanagan. Ya'ni zaif hadisga amal qilinmaydi, chunki uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlaganligida shak bor. Shundaq bo'lganligi uchun bu haqdagi kuchli qarash ularning həyizdorlik va nefaslarlik vaqti uzun davomlashganligi uchun həyizdar va nefaslar ayolning Qur'on o'qishi durust degan qarashdir. Uning ustiga həyizdar ayolni junubga qiyos qilish puttasab tura olmaydi. Shundaqla həyizdar ayolning Qur'on o'qishini cheklab kelgan hadis zaif. Shu vajdan həyizdar va nefaslar xonim qizlarning imtihonda bo'lsin yoki boshqa har qanday chog'da bo'lsin Qur'on o'qishi durust hisoblanadi. Ammo həyizdar va nefaslar ayol Qur'on tutib turib emas, yodqa o'qiydi. Navoda Qur'onni tutishga ehtiyoj tug'ilsa, u holda bevosita tutmasdan vositalik tutadi. Ya'ni palay yoki lata bilan tutib turib o'qisa bo'ladi. Yig'in chaqlaganda kuchli qarashga asosan həyizdar va nefaslar xonim qizlarning Qur'onni yodqa o'qishi durust. Shundaqla ularning qo'liga palay kiyib yoki raqtni o'rab Qur'onni tutib turib o'qishi durust. Allama Ibn Baz Fatva Nurul Alat-Darb 5-jild 430-bet. Ibn Baz rahimahullohning fatvasi mush yerda oyoqlashdi. Shayx Muhammad Salih al-Munajjid İslam sual javoblari to'ri bekitida bu haqda keltirgan dalildan biri Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatida həyizdar ayolning Qur'on o'qishi cheklangan emas. Xonim qizlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davridami o'xshashli odat ko'ratdi. Agar həyizdar xonim qizlarning Qur'on o'qishi shariatda cheklangan bo'lsa, həyizdar xonim qizlarning namoz o'qishini cheklagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning Qur'on o'qishini cheklagan bo'ladi va buni ummatga qoldirib ketgan bo'ladi.
Şundaqla müminlərning anisi Əyizdar ayalning Qur'on o'qisa bo'lmaydiganligini bilgan bo'ladi va buni boshqalarga so'zlab bergan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Əyizdar ayalning Qur'on o'qishi cheklanadigan sahih hadis kelmagan ekan, Əyizdar ayalning Qur'on o'qishini aram qilib olish durust emas. Shu davrdami qiz ayollar ayizdar bo'ldigan turibmi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayizdar ayolning Qur'on o'qishini cheklamaganligi bundaq qilishning aram emasligini bildirdi. Majmuul Fatva Ibn Taymiya 26 jild 191 bet. Mujtahidlar fatvolari blogidan ilindi.